Mana pashti birinchi marta aynan 12 silindrli Ferrari 12 silindrini mana bunaqa chiroyli, agressiv turishini ko'rishim bor. Mensiri tuning qilibdi buni. Atiga 3 dona ishlab chiqarishibdi bundan. Dizaynlariga bitta e'tibor berasizlar akalar. Forjet karbonlari yeb bergan, to'g'risi yarashgan. Ayniqsa mana kapotlari, diskalarini ham yorib yuborishgan. Matoviy ranglari mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. One of 3 deyapti, ya'ni 3 tadan bittasi. Salonlari ham mana shu dahshat. Only Mensiri ishlov berib salonlariga ham, rullari. Voy. Polni alkantara bo'lib yotibdi. Tomlar Forjet karbon. Lekin baro mashina juda ham chiroyli, juda ham neobычный turibdi. Qandaydir oddiy 12 silindrlar menga uncha yoqmaydi. Vig'ilib kattaligini qaranglar akalar. Shunaqa ham katta vig'ilib qiladi. Voy. Yorib yuborishibdi lekin.